dog'larni kosmetologlar ham davolay olmaydi agarda muammo ichki organlaringizdan bo'lsa. Yuzida dog'i bor bo'lgan bemorlar ko'pincha birinchi navbatda kosmetologga borishadi, что bu kosmetologik muammo, menga shu muammoni hal qilib bering, yo'qotib bering deb. Lekin уже ko'pchilik kosmetologlar to'g'ri tavsiya berishadi, ya'ni ichki organlaringizni oldin tozalang, davolating va undan keyin menga kelishingiz mumkin deydi. Albatta bu to'g'ri tavsiya hisoblanadi. Chunki aynan shu pigment, ya'ni dog'ni hosil qilayotgan pigmentlar aynan bilirubin hisobiga o'ttimlanishi, jigar ichidagi o'ttimlanish holatlarida va jigarni boshqa funksiyalari buzilishi holatida ham yuzaga keladi va buni davolamasangiz sizda muammo o'sha vaqtda ketishi mumkin, lekin vaqt o'tib dog' yana qaytalanadi va buning asosiy sababi siz kasallikni asl sababini, ya'ni ichki organlaringizni davolamaganingizda bo'ladi. Agar sizda va yaqinlaringizda yuzdagi dog'lar qiynayotgan bo'lsa va buning asosiy sababini nimada ekanligini aniqlolmay qiynalishayotgan bo'lsa, bemalol bizni klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Barcha ichki organlaringizni tekshirib davolaymiz. Ekran pastidagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.